Biznes yo'nalishini, iqtisod yo'nalishini bitirganlar hozir Toshkentda yuqori lavozimlarda ishlab kelishyapti. Eng katta pul Saudiya Arabistonida ta'lim vazirligida bo'ladi. Saudiya Arabistoni mana shu 3 ta davlat Yaqin Sharqdagi eng rivojlangan davlatlar bo'ladi. Davlat berib turgan narsaga, ya'ni sizga berib turgan imkoniyatlariga xiyonat bo'ladi. Talaba o'zi ishlashi mumkin emas rasman. Davlat o'zi ham aytib turibdi. Agar yashirincha ishlab turgan bo'lsa, u yolg'onchi bo'ladi. Ya'ni ham xiyonat qilib turgan bo'ladi. Ko'pchilik ko'ramiz, chet elda o'zbekistonliklar ham chiqadi. Qayerdan sanasa O'zbekiston desa Pokiston deydi. Xuddi o'shanaqa odamlarda. Ota-onasidan yashiriq hujjat topshirgan, qabul bo'ldi, hatto vizasi ham chiqdi. O'shandan keyin ota-onasiga aytdi. Ota-onasi bu narsaga ishonmadi, qat'iy ham yo'q dedi. Saudiya deganda ko'pchilik Suriya deb eshitadi. O'tgan yillarda shunaqa holat bo'lgan. Saudiya desa Suriya deb tushunadi. Ya'ni urush bo'lyapti u yerda deydi. Assalomu alaykum. Ta'allam va Tohir Murod kuzatuvchilari, obunachilari. Biza Tohir Murodga ta'allam xizmatlariga qiziqish bildirib, juda ham ko'p talabalardan kelgan savollarni to'pladik. 100 ga yaqin savollar. Shuni bugun Tohir Murod o'zlari shaxsan javob berishadi. Tohir Murod, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, xush bo'ling. Bugun sizdan podkast olmoqchimiz Saudiya universitetlari haqida mijozlardan, ya'ni o'quvchilardan, talabalardan 100 ga yaqin savollar kelgan, to'plab kelganmiz. Savol-javob formatida bo'ladi. Savol beraman, javob berib ketaverasiz. Saudiya Arabistoni universitetlarida o'qib, qanaqadir kasb egallasa bo'ladimi yoki O'zbekiston universitetlariga o'xshab shunchaki kontrakt to'lab o'qish uchunmi? Yo'q, birinchidan o'zi Saudiya Arabistonda kontraktli o'qishlar yo'q. Ya'ni davlat universitetlarining hammasi grant asosida o'qitadi. Endi bor, endi ba'zi bir ma'lum universitetlar bo'ladi, kontrakt tizimiga o'tgan yoki qaysidir yo'nalishlar kontrakt tizimiga o'tgan, lekin davlat tizimida, davlat universitetlarida kontrakt tizimi yo'q. Ikkinchidan, qanaqa kasb egallab turib yoki kim bo'lib chiqsa bo'ladi degan savolga, bu o'zi O'zbekistonda ham o'sha universitet, boshqa davlatda ham, misol Saudiyada ham xuddi o'sha universitet. Qaysi yo'nalishda o'qishingizga qarab, qaysi yo'nalishda bitirishingizga qarab turib o'sha kasb egasi bo'lib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni u oyda o'qiysizmi, Amerikada o'qiysizmi, bitta kasb egasi bo'lib chiqasiz. Ya'ni erta qanaqa sizga yondashishi mumkin ta'lim jihati. Saudiya bo'lgani uchun, islomiy davlat bo'lgani uchun, islomiy iqtisod ularda anchagina rivojlangan. Mana shu yo'nalishda mutaxassislik tanlasangiz bo'ladi, lekin IT va boshqa dunyoviy sohalarda o'qimoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, dunyoning barcha universitetlari bilan bir xil hisoblanadi. Men nazarda tutmoqchi bo'lgan narsa, O'zbekistonda ko'p talabalar o'qiydi, lekin o'qigan sohasi bo'yicha yoki ishlamaydi yoki ish topa olmaydi. Saudiya universitetini ham bitirsa shunaqa bo'ladimi? Yo'q, Saudiyada o'qish tizimi anchagina qattiq bo'ladi. O'qimaganlarni hammasini yiqitadi. Ham ularda talabalarni rasman ishlashi mumkin emas. O'zbekistonda bu narsa uncha cheklanmagan. Xohlaganlar ishlaydi, xohlaganlar o'zini biznesini qiladi. O'qish endi ikkinchi darajaga tushib qolishi mumkin O'zbekistonda. Lekin Saudiyada buni ham qonuniy tomonlama, ham amaliy tomonlama iloji yo'q. Chunki davlat agar o'qimasangiz o'qishdan chetlatadi, ham uni rasmiy ishlash huquqi mavjud emas, ya'ni talabalarda. Demak, terlab o'qish kerak. Xo'p, keyingi savol. Agar o'qishga kirsam, O'zbekistonga qancha muddatda kelib keta olaman yoki umuman ruxsat berishmaydimi? 4 yil davomida o'sha yerda o'qishim kerakmi? Bu ham ko'p so'raladigan savollardan bittasi. Ya'ni siz o'qishga kirganingizdan keyin o'qishni o'zi, ya'ni davlat tomonidan har yili yozgi ta'tilda davlat sizga borib kelishingiz uchun sizga borish va qaytish chiptasini o'zini hisobidan sotib olib beradi. Ya'ni bu yilda bir marta bo'ladi. Qolgan fasllarda, misol uchun, o'rtadagi semestrdagi baholaringizni, imtihonlaringizni yopganingizdan keyin ham O'zbekistonga bir haftaga, 2 haftaga kelib ketsangiz bo'ladi. Lekin davlat, ya'ni universitet o'zi sizga ruxsat berishi bu yozda bo'ladi, ya'ni yozgi ta'tilda. Ya'ni bu 1,5-2 oycha davom etadi ta'tilingiz. Demak, viloyatdan Toshkentga keladiganlar bilan bir xil. Vaqti bo'lsa, semestr tugasa, butun davlat universitetlari bilan bir xil hisoblanadi. Ya'ni ta'tili. Davlat, ya'ni Saudiyaning o'zi sizga qanaqangi imtiyoz beradi? Mana shu borda keldi biletingizni ham o'zini hisobidan olib beradi. Endi ko'pchilik bu savol nimaga beradi? Men o'ylayman, Saudiya endi arab davlati, islomiy muhit, hujra sifat, qamab urib o'qitadi deb o'ylaydimi? Saudiya hozirgacha, menimcha bu 2020-yildan boshlandi dunyoga ochilishi. Bungacha yopiq davlat bo'lgan. Ko'pchilik biladi buni. Misol O'zbekiston 2016-yildan beri ochiq davlat bo'lib turgan bo'lsa, Saudiyada bu 2020-yildan boshlanyapti. Ya'ni odamlar endi Saudiyani tanishni boshlayapti. Ya'ni hozirgi siyosati ham O'zbekiston, Saudiya Arabistoni 2030 Vision dasturi bor. Mana shu dasturi Saudiyani boshqa davlatlarga, butun dunyoga ochishda siyosatini yuritadi.
Ya'ni hozirgilar misol uchun sizni yoshingizdagilar, biz yoshimizdagilar bu narsani endi payqashni boshlayapti, lekin yoshi o'tib ketganlar ancha buni kuzatmagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun shunaqa eski davrdagi xotiralari yoki eski davrdagi ma'lumotlar qolib ketgani uchun shunaqa ma'lumotlar yuradi. Lekin hozirda unaqa emas. Avval ham shunaqa bo'lmagan o'zi aslida. Ya'ni eski qarashlar qolib ketgan. Vision 2030 deysiz, mana shu Vision 2030 strategiyasini ta'lim tizimiga qanchalik ta'siri bo'lyapti yoki qanaqangi rejalari bor siz biladigan? Shu yilning boshida o'sha Makka shahriga, Umul Qura universitetiga, ya'ni ish bilan bo'lgan safarimizda o'sha yerda Iqro Arabiyani direktori aytdiki, aynan mana shu dasturni maqsadi hozirgi tashqi talabalar 90 mingta bo'ladigan bo'lsa, mana shularda, ya'ni tashqi talabalarning sonini 120 mingtaga olib chiqish, ya'ni 2030-yilgacha talabalarni, ya'ni xalqaro talabalarni, o'zining talabasi emas, xalqaro talabalar sonini 120 mingtaga olib chiqishni maqsad qilganini aytdi. Bu degani bundan ko'rsangiz ham bo'ladi, ular ta'limga katta sarmoya ajratyapti. Bu degani masalan biz kirish foizini 10-15% deymiz-ku. 100 tadan 10 ta talaba kirib turgan bo'lsa O'zbekistonda, endi o'sha masalan 100 tadan 30 taga, 40 taga chiqishi mumkin. 35% ga oshishi mumkin. Xuddi shunaqa. Tushunarli. Men o'qishga topshirsam Saudiya universitetlariga birinchi yilda kirib keta olamanmi yoki kirishim uchun o'zi necha yil harakat qilishim kerak? Bu ham eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi. Birinchi yil topshirsam ana o'qishga kiramanmi degan narsa. Buni men ham bilmayman, siz ham bilmaysiz yoki hech kim bilmaydi. Universitet vakillari ham buni bilmaydi. Ya'ni siz hujjat topshirganingizdan keyin kim tanlab oladi bu o'qishga desangiz, o'qishda o'zini qabul hayotlari bo'ladi. O'sha qabul hayoti o'ziga ma'qul kelgan talabani tanlab oladi. U xohlasa yosh bo'lsin talaba, xohlasa yosh katta bo'lsin, ya'ni o'sha yosh chegarasi, ya'ni 25 yosh bo'ladigan bo'lsa, o'sha yosh orasidan tanlab oladi. Ba'zi endi biz tajribadan o'tkazganimizni ko'ramiz. Bir 70-80% birinchi yil topshirganlardan bo'ladi. Ya'ni ularda yoshi anchagina yosh bo'ladi. Endigina maktabni bitirgan, hamma talablarga javob beradi, baholari a'lo yoki o'rtacha bo'ladi. Qolganlari misol uchun yosh kattalar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham qabul qilgan bo'ladi, lekin kamdan kam. Bir 40-30% desa bo'ladi, lekin ularda ham imkon yo'q emas, topshirsa bo'ladi, qabul bo'lish ehtimoli bo'ladi ularda ham. Tushundim. Lekin takror bilan topshirsa juda manfaatli bo'ladi. Nimaga desa, men o'zim bunda ham tajriba o'tkazilgan. Bitta o'zimizning tanish bor. 6 yil davomida hujjat topshirgan, 6-yili o'tgan yili o'qishga kirdi. O'zimizning tarjimonimiz akalari hisoblanadi. Ular o'zi Koreyada o'qigan. Koreyadan o'qishga kelib, O'zbekistonga kelganlaridan keyin 6-yilda o'qishga topshirgan Saudiyaga. 6-yil o'qishga kirdi. 6 yil vaqt ko'p emasmi? Endi ularda o'zini o'qishi ham bo'lgan, Saudiya ular uchun ikkinchi variant hisoblangan. Ya'ni o'qishga kirsam ketaman degan niyat bo'lgan. Shuni hisobiga ularda vaqtdan yutqizish degan narsa bo'lmagan. Koreyadagi universitetlar ham bo'lgan. Ularda o'qib bitirib O'zbekistonga kelishgan. Mana 99-yil bo'lsa 27 yoshlarida o'qishga kirgan bo'ladi. Shunaqa. Ya'ni yosh muhim emas, yo birinchi yil topshirish ham muhim emas. Qayta topshirgan foydali bo'ladi. Lekin ikkinchi variant sifatida ko'rish kerak Saudiya universitetlarini. O'zi Saudiya universitetlari doimo ikkinchi o'rinda turishi kerak. Birinchi o'rinda aniq bo'lgan yoki O'zbekiston universiteti bo'ladimi yoki boshqa davlatdagi universitetlar bo'ladimi, uni ko'rib qo'yish kerak bo'ladi. Saudiya doim ikkinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ya'ni hech kim unga kafolat bermagani uchun faqat unga suyanib qoladigan bo'lsangiz, siz vaqtni yutqizib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni chunki sentyabrgacha o'zi dunyo bo'yicha barcha universitetlarda qabul yopiladi. Undan keyin keyingi yil yana kutish kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa Saudiyada qanday. Agar Saudiyaga qabul bo'lmasangiz, yana keyingi yil kutishingiz kerak. Qarang, Saudiya universitetini ikkinchi variantda ko'rish kerak va qabul hayoti o'zi xohlagancha tanlab oladi dedingiz. Hech qanaqa filtr yo'qmi? Masalan, O'zbekistonda shuncha ball olsa shu universitetga kiradi yoki Yevropada qanaqadir IELTS, SATs ballari bo'lsa, shu universitetlarga qabul bo'ladi degan filtrlari bor-da, aniq yozib qo'ygan standartlarni. Saudiyada bunaqa narsa yo'q. Saudiyada bor, faqatgina hujjatingizni topshiring, bo'ldi. Qolganini kuting degan narsa bo'ladi. Ularda qanaqadir IELTS mana shuncha bo'lsin yoki SAT shuncha ball bo'lsin yoki qanaqadir tavsiyanoma yoki qanaqadir sertifikatingiz bo'lgan narsalarni ular aytmaydi. Ya'ni umumiy jihatdan hujjatingizni topshiring, tamom vassalom. Javobi chiqqanda qabulingizni olasiz yoki rad javobingizni olasiz deydi. Ya'ni ularda shu tomoni nima desa bo'ladi? Aniq belgilab beraman, majhullik bor o'rtada. O'shaning uchun biz ham ular aytganini qilib, iloji boricha, ya'ni sabablarni qilib, hujjatlarni sifatli qilib topshiramiz, har doim topshirganimizda. Va umuman topshirmoqchi bo'lganlarga shuni tavsiya beramiz. Ya'ni ularda hech qanaqangi belgilab berilgan mezon yo'q. Nimaga bunaqa rivojlanib kelayotgan davlat bo'lgani uchunmi?
bilmadim, arablarda o'zi qanaqadir shunaqa odati bor, ya'ni mashhurlikni yaxshi ko'radi, hech qachon aniq javob aytmaydi. Ular bilan o'qib, ishlash davomida ham ko'pgina tajriba ortib o'tyapmiz. Lekin boshqa davlatlarga nisbatan juda ko'p imkoniyat beradi grant yutib olsa, lekin grant yutib olish siz aytgandek qanaqadir mavhumlik bor. Shunaqa. Bo'pti, shunaqa ekan. Endi o'qishga kirish foizini qanaqa oshirsa bo'ladi? O'qishga topshirayotgan odam nimalarga e'tibor berish kerak? O'qishga topshirib turganda o'zi majburiy hujjatlar degani bor, ixtiyoriy hujjatlar degani bor. O'zi aslida o'qishga kirishda majburiy hujjatlarni o'zi yetarli bo'ladi. Lekin o'sha topshirib turgan odamni ko'nglini sal ko'tarish uchun yoki biz ham ozgina qanaqadir kichkina sabab qo'yish uchun ixtiyoriy hujjatlar qilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi deb aytamiz. Lekin bu degani majburiy hujjatlarni o'zini topshirgan odam qabul bo'lmaydi degani emas. O'zi aslida o'shanaqa qabul bo'lib ketishi mumkin. Buni o'zi universitetda o'zi hal qiladi qabul hay'ati. Lekin sabab jihatidan sababini sal yuqoriroq qilib qo'yish jihatidan biz o'sha ixtiyoriy hujjatlarni ham tayyorlab qo'ying deb aytamiz. Boya yuqorida aytganimdek, hamma narsani qabul hay'atining o'zi hal qiladi. Ya'ni biz kerakli narsalarni topshiramiz bo'ldi. Ixtiyoriy hujjatni demak ozgina bo'lsa ham foydasi bormi shunda? Ozgina bo'ladi. Bu ham qandaydir ko'rib chiqiladi, lekin bu asos emas. Ya'ni ikkita odam turibdi, bittasini ixtiyoriy hujjati bor, bittasiniki yo'q. Lekin ixtiyoriy hujjati borini yoshi sal yuqoriroq, ixtiyor hujjati yo'q, sal yoshi kichkinaroq. Maktabni endi bitirgan. Bunisi bitirganiga 1-2 yil bo'ldi. Qaysi biri afzal deyilsa, yoshi kichkinasi afzal bo'ladi. Chunki bu 2-3 yil nima qilib yurdi? Ya'ni universitetda ham o'qimagan, maktab bitirgandan keyin ishlab yurdimi? Endigina hujjat topshirib tavakkal qilyaptimi yoki mana bu maktabni bitirgan, endi yo'lini tanlab turgan afzalmi desa, mana bu maktabni bitirgan afzal bo'ladi. Ko'proq maktabni bitirganlar kirar ekanda. Xuddi shunaqa. Juda ham ko'p qizlar beradi, ota-onam ruxsat bermayapti. Ularni qanaqa qilib ko'ndirsam bo'ladi? Shu paytgacha o'zi Saudiya universitetlari haqida yoki Saudiya universitetlarining talabalarining hayoti haqida bizchalik yoritgan birorta konsalting bo'lmasa kerak. Ya'ni bu gaplarda shu bizdan oldingicha bo'lgan bo'lsa, aytgan bo'lsa, endi bo'lardi, sabab qilib ko'rsatsa bo'lardi, ishonmayapti desa. Ularda chunki dalil yo'q edi ko'rsatgani. Mana bu talaba bor ekan, mana bu talaba qiz bor ekan. Lekin biz shu paytgacha anchagina talabalarning hayotini ko'rsatyapmiz, o'zimiz orqali kirgan talabalarning hayotini ko'rsatyapmiz. Shunda ham ishonishmasa, endi bu taqdir ekan, topshirmasligiga maslahat bergan bo'lardim. Ulardan yashirib turib topshirgan taqdirda ham, qabul bo'lgan taqdirda ham bu ketolmaydi. Shunisi bor. Undan ko'ra topshirmagani yaxshi, chunki boshqa talabaning o'rnini u band qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Chunki bizda o'tgan yil yozda shunaqa holat bo'ldi. Bitta talaba, o'g'il bola, ota-onasidan yashirib hujjat topshirgan, qabul bo'ldi, hatto vizasi ham chiqdi. O'shandan keyin ota-onasiga aytdi. Ota-onasi bu narsaga ishonmadi. Qattiq ham yo'q dedi. Turib oldi, ruxsat bermadi. Ketolmadi orada. Lekin universitet bu holatni unchalik nima deydi, jiddiy qabul qilmaydi. Ya'ni san davlatingdan qabul qilyapmiz, san kelmayapsanmi dedi. Keyingi yili o'sha universitet bizning davlatimizdan kvotasini kamaytirishi mumkin. Chunki bularda qabul qilyapmiz, lekin kelmayapti degan narsani qo'yadi-da, kvotalarni kamaytirib yuboradi. Shuni hisobiga. Chunki siz hujjat topshirdingizmi, bu endi astoydil oxirigacha borishingiz kerak. Agar qabul bo'lganingizdan keyin 50 yo boraman yoki bormayman bo'lsa, siz umuman topshirmaganingiz yaxshi. Chunki bu boshqa talabalarga ziyon bo'lishi mumkin. Xo'p, tushundim. Shunda ota-onasi ruxsat bermaganlar qolib ketaversinmi, nima qilsin ular? Ularni ko'ndirish uchun. Ota-onasini ishontirish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilsin. U narsa endi o'zining ixtiyorida bo'ladi. Chunki biz hamma narsani olib keldik, universitet haqida olib keldik. Elchixonadan berilgan ma'lumotlar bor, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan chiqib turgan xatlar bor. Hamma narsa ma'lumot ochiq, internetdan izlasa bo'ladi. Endi ularda o'zini shaxsiy masalasi hisoblanadi. Nimaga ota-onalar ishonmaydi? O'sha yuqorida aytganimdek, ota-onalar eski davrdagi ma'lumotlar saqlanib qolib ketgan yoki o'sha Saudiya deganda ko'pchilik Suriya deb eshitadi. To'g'risi, o'tgan yillarda shunaqa holat bo'lgan. Saudiya desa Suriya deb tushunadi. Ya'ni urush bo'lyapti u yerda deydi. Saudiya bilan Suriyani yoki geografiyadan davlatlarni, mintaqani ajratishni bilmaydigan odamlar bor. Ya'ni bitta ozgina bo'lsa ham bir ilm kerak bo'ladi. Davlat jihatdan ajratishni, misol uchun, bu Suriyami yoki Iroqmi, Saudiyami, uni ajratib olish bilish kerak. Qaysi davlat u? Ko'pchilik ko'ramiz, chet elda o'zbekistonliklar ham chiqadi. Qayerdansan desa, O'zbekiston desa Pokiston deydi. Xuddi o'shanaqa odamlarda. Tushundim. Mana shu Saudiya Arabistoni, keyin Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, shu kabi davlatlar ikkinchi Yevropa bo'lish prognozi deymizmi, strategiyasi deymizmi, shunga o'xshagan gaplar bor. Shu qanchalik haqiqat?
Buni endi 2030-yilgacha kelganda ko'ramiz. Lekin men o'zim ishonaman, yaqin Sharq yaqin 5 yillik yoki 10 yillik ichida ikkinchi Yevropa bo'ladi deb o'ylayman. Nega? Chunki ularda ta'lim rivojlanyapti, o'zi yuqori o'rinlarga chiqyapti. Misol uchun Birlashgan Arab Amirliklari yoki Qatar, Saudiya Arabistoni, mana shu 3 ta davlat yaqin Sharqdagi eng rivojlangan davlatlar bo'ladi. Urushchi ekan. Ularning oldida urush bo'lib yotibdi. Urush endi bu tugaydigan narsa, uncha uzoqqa cho'zilmaydi. Uzoqqa borsa 1-2 oyga boradigan narsalar. Xo'p, deyarli hamma o'g'il bolalar beradigan savol, o'qishga kirganimdan keyin ishlasam bo'ladimi? O'zi Saudiyada oyliklar qanaqa? Saudiya Arabistonidagi talabalar rasman ishlashi mumkin emas. Va buni biz ham tavsiya bermaymiz, chunki siz yerga grant yutib boryapsiz, davlat sizga millionlab pul ajratyapti. Bundan tashqari siz yana ishlab turib, yana ro'zg'or qilib tebrataman desangiz, bu davlat berib turgan narsaga, ya'ni sizga berib turgan imkoniyatlariga xiyonat bo'ladi. Talaba o'zi ishlashi mumkin emas rasman. Davlat o'zi ham aytib turibdi. Agar yashirincha ishlab turgan bo'lsa, u yolg'onchi bo'ladi, ya'ni ham xiyonat qilib turgan bo'ladi. Davlat sizga beradigan imtiyozlar, misol uchun ovqatingiz o'zi arzonlashtirilgan, yotoq joyingiz bor, stipendiyangiz bor. Yana nimaga ishlashingiz kerak o'zi? Endi ko'pincha Madinada o'qib turgan talabalar, Madina Islom universitetidagi talabalar, ya'ni ziyoratchilarga xizmat qilishadi. O'shaning hisobidan pul topishadi. Lekin shuni hisobidan ko'p talabalar, ya'ni o'zbek talabalari kursdan kursga qolib ketyapti yoki o'sha intizor deydi ularda, muzlatib turish o'qishdi. Shuni hisobiga ko'plab O'zbekiston talabalari, ya'ni yangi talabalar bora olmayapti. Akademik ta'til. Chunki Madina Islom universitetida ba'zi talabalar shu intizorda ko'p olishyapti va O'zbekistondan yangi talabalar qabul qilmayapti. Va biz borganimizda aytishdi, shunaqa 5 yil ichida O'zbekistondan talabalarni qabul qilmay qolamiz, yoki kutib turamiz degan narsani aytishdi. Ya'ni ko'plab talabalar shu bitirmayapti, ishga chiqib ketyapti. Shuni hisobidan. Lekin bu rasmiy ma'lumot emas, og'zaki kelgan ma'lumot. Lekin bu ham asos bo'ladigan ma'lumot desak bo'ladi. Keling shu yerda aniqlik kiritib ketaylik. O'sha mablag' masalasiga ko'pchilik ishlayman deb so'raydi-yu, o'zi ishlashga majbur bo'ladimi yo'qmi? Masalan, Saudiya universitetlari, umumiy qilib ayting, bitta universitetni misolda aytish shart emas. O'rtacha 4 yil davomida bitta talabaga necha pul ajratadi va o'sha ajratayotgan pul o'sha bitta talabaga yetadimi? Xo'p, agar talaba boshdan boshlaylik, talaba kelgandan keyin unga nimalar beriladi? Universitet beradigan imtiyozlar, yotoq joy beriladi, ovqatlari arzonlashtirilgan. Endi 1 oylik ovqati 500 ming so'm bo'ladi bizning hisobda. 3 mahal ovqat bo'ladi shuning ichida. Undan keyin birinchi kelganingizda yordam puli beriladi. $400 atrofida. U kelganingizda xonangizga o'ziga kerak bo'lgan jihozlarni olasiz. Va bundan tashqari har oy davomida $220 stipendiya beriladi. Endi bu stipendiya faqat diniy yo'nalishga kirganlarga beriladi, $220. Dunyoviy yo'nalishga kirsangiz sizga $400 atrofida stipendiya beriladi. Yana har oy davomida shuncha stipendiya berilsa, ya'ni oilasiz, ya'ni o'zi o'qib turgan talabalarga bu yetib ortadi. Oilali talabalarga to'g'ri endi yetmasligi mumkin. Ular qanaqadir qilib o'zlarining kichigina bizneslari yoki ovqat tayyorlab turib sotish, masalan, shunaqa bizneslar, kichik bizneslar yoki taksilik qilib turib ro'zg'or tebratishadi. Bularga yetmasligi aniq. Ya'ni talaba deganda ikki xil bo'ladi, yoki oilali yoki o'zi borgan talabalarga bu yetib ortadi. Oilali borgandan keyin uni ta'minotchisi bo'lishi kerak o'zining davlatida. Shunda o'rtacha bitta talabaga 4 yil davomida necha pul ajratadi? U ta'limiga, oziq-ovqatiga, yashashiga, yurish-turishiga, hammasiga anchagina pul ajratadi. Ya'ni buni hisoblab chiqish kerak. Har oy o'zi stipendiyasi ma'lum. Ta'lim o'zi 1 yilligini biz hisoblab ko'rganimizda $60-70 ming atrofida bo'lgan. Ya'ni davlat tomonidan bitta talabaga ajratiladigan pul. Chunki uning ichida biletlar bor. Biletlar oddiy ekonomdan olinmaydi, biznesdan olinadi. Yo'q, shunaqa. Biznesda uchadimi? Hozir ham ketgan talabalar hammasi biznesda uchib ketganmi? Yo'q, u bizning talabalarimiz ba'zilari ertaroq borish maqsadida o'zlari bilet olishadi. Bilet olgandan keyin o'sha chiptasini nimasi bo'ladi? Cheki bo'ladi. Chekini universitetga ko'rsatadi. Universitetga o'sha talaba sarflagan pulini qaytarib beradi unga. Agar universitetda bilet berishni kutadigan bo'lsa, shunaqa bilet keladi. O'zi Saudiya davlatini bitta talabaga bunaqa $100 ming ga yaqin pul ajratishi, vobsheta o'zi 150 mingta talabaga yetkazish reja bor ekan. Nima kerak bor shuncha rasxodni davlatga? Ularda bu rasxod hisoblanmaydi-da. Chunki
millionlab pul bor bu yerda ta'lim. Eng katta pul Saudiya Arabistonda ta'lim vazirligida bo'ladi. Ya'ni boshqa vazirliklardan ko'ra eng katta pul ta'lim vazirligida aylanadi va eng katta pul ta'limga tikiladi. Sabab? Sabab shu ilmiy saviyani yuqori darajaga ko'tarish, ya'ni dunyo jihatidan, xalqaro jihatidan. Men 17 yoshdaman, maktab bitirganman. 18 yoshga kirishim shartmi yoki topshirsam bo'laveradimi? Sizni 17 yosh bo'lasizmi, 18 mi, eng muhimi bitiruvchi bo'lishingiz kerak. Ya'ni 11-sinf bo'lsangiz bo'ldi, hujjat topshirsangiz bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak desa, siz hali maktabni bitirmagansiz, lekin qabullar ertaroq ochilyapti. Bunda siz 9-sinfda shahodatnomasini hujjat sifatida topshirasiz. Qabul yopilgandan keyin natijalar chiqishda boshlaydi. O'sha natijalar chiqqan paytida siz o'zi 11-sinfda bitirgan hisoblanasiz. O'shanda 11-sinf attestatini hujjat sifatida qaytadan topshirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni siz yana 1 yildan vaqt yutishingiz mumkin. Xo'p, yana bitta savol. Shu yerda hozir aprel-may oyida qabul ochilyapti, 15-dan 15-gacha. Lekin bizda 25-maydan keyin maktab tugaydi, imtihonlar iyun oyining oxirlarida tugab hujjatlarni berishadi. Ular nima qilishsin? Shu yuqorida aytganimdek 9-sinfda shahodatnomasi bilan hujjat topshiradi. Qabul bo'lgandan keyin 11-sinfga yuklab qo'yaveradi. Unda hech qanday muammo yo'q. Bunda ham qabul bo'ladimi? Отказ qilib universitet? Yo'q, o'zi qabul yopilgandan keyin, dastlabki qabul qilgandan so'ng universitet sizga ixtiyor beradi. Ma'lumotlar agar yangilangan bo'lsa, o'zgartirib qo'y degan narsani aytadi. Misol uchun, pasport ma'lumoting eskirgan bo'lsa, uni yangiladingmi yoki u yangilagan bo'lsa, o'shani yangisini kirgizasiz. Yoki qanaqadir muhim ma'lumotlar, datalar yoki sanalar o'zgargan bo'lsa, o'shalarni o'zgartirsang bo'ladi deydi. O'shani orasida attestatni ham o'zgartirsa bo'ladi. Biz buni o'tgan yili test qilib sinab ham ko'rganmiz. Hozir o'sha talabalarimiz o'qiyapti Saudiyada. Ya'ni 11-sinfda o'qib yurgan paytida hujjat topshirgan. O'shalar hozir ayni paytda Saudiyada o'qiyapti. Shunda o'qishga kirsa javobi qachon chiqadi? Uzog'i 30-iyungacha chiqadi. Ya'ni bu yilga berilgan, ya'ni deadline hisobi bo'yicha bu yil saytlar ham anchagina yangilandi, ma'lumotlar qo'shildi. 30-iyungacha hamma ma'lumotlar chiqadi, ya'ni rad etildi yoki qabul qilindi. Avvalgi yilga o'xshab 1 yil, 1,5 yillab kutib o'tirilmaydi. 30-iyungacha agar attestatini ola olmasa-chi? Yo'q, O'zbekistonda o'zi 14-iyunda attestatlar beriladi hamma universitetlarda, hamma maktablarda. Xo'p, talaba bu ma'lumotni qayerdan olgan bilmayman. Rostdan ham har juma kuni umra qilsa bo'ladimi? O'zi aldamayapsizlarmi? Tartib qanaqa bo'ladi umra qilish bo'yicha universitetlarda? Universitetlarda o'zi Saudiyada dam olish kuni juma shanba hisoblanadi. Payshanba kuni oxirgi darsingiz bo'ladigan bo'lsa, siz payshanba kuni darsdan keyin chiqib ketsangiz bo'ladi yo'lga. Ya'ni o'zi shunaqangi tur firmalar bo'ladi. Umra safarini uyushtiradigan 2 kunga, 3 kunga. O'shalarga 150 yoki 200 riyol evaziga ular umra qildiradi. Biz o'sha Riyodda o'qigan paytimizda 150 riyolga yoki 100 riyolga 2 kunga umraga borib kelardik. Ya'ni bu o'zimizni so'mda hisoblaganda bir 600 ming 700 ming atrofida bo'ladi. 2 kunda umra qilishga, unda yotoqxona, ya'ni mehmonxona 2 kunga bron qilingan bo'ladi, avtobus bo'ladi. Bunda bemalol ulgursa bo'ladi. Bu real narsa. Zo'r. Universitetda o'zi har qanchada bepul umra qildiradi? Universitetda o'zi yangi talabalarga kelganda dastlabkisini o'zi tekin qilib beradi, ya'ni mehmonxonasini bron qiladi, avtobusni ham o'zi qo'yib beradi. Bu faqat yangi talabalar uchun. Ya'ni ba'zida talabalarda soni yetishmay qolsa, eski talabalardan o'zlari olib borib ketishadi, lekin bu kamdan kam bo'ladigan holat, ya'ni yilda 1 marta bo'lishi mumkin yoki 2 marta bo'lishi mumkin. Lekin takroran har hafta bo'lmaydi bu. Shunda har yangi kelgan talaba 4 yil davomida shu o'qishni boshlashdan oldin 1 marta umra qildiriladi bepul. Undan keyin o'zini ixtiyori. O'zi talaba o'zi universitet tomonidan olib boriladigan umraga ehtiyoji ham bo'lmay qoladi. Ba'zida borasanmi desa, yo'q, bormayman, o'zim boraman degan narsani o'zlari ham aytishi mumkin talabani. Biz real ko'rganmiz bu narsani. Saudiya Arabistoniga o'qishga kirsam qancha vaqtda vizani ola olaman? Yevropaga o'xshab qiyin emasmi yoki Amerikaga o'xshab qiyin emasmi? Saudiyada 2025-yildan boshlab viza berish tartibi o'zgargan. Oldinlari viza elchixona orqali olingan bo'lsa, o'tgan yildan boshlab onlayn olinadigan bo'lyapti. Ya'ni o'zlarini Visa app degan programmasi bor. Qabul bo'lganingizdan keyin o'sha yerdan olsangiz bo'ladi vizangizni. 5 minutda olinyapti. 5 minut emas-ku, bir 4 soat orasida olinyapti. Hamma talabalar vizasi chiqadi. Hech kimga rad etilgan ko'rmadim shu paytgacha. U yerda ham qanaqadir qonun, tartib-qoida yo'qmi? Nimanidir noto'g'ri to'ldirib qo'ysa, yo'q, kerakli hujjatlar bor. Ya'ni tibbiy ma'lumotnomasi, sudlanmaganlik, shu haqda ma'lumotlar yuklanadi.
undan keyin vizasi chiqadi. Shu 5 yil davomida siz eng ko'p qiynagan o'quvchi kim bo'lgan? Aynan ismini aytishingiz shart emas. Qanaqa bo'lgan shu voqeani aytib bera olasizmi? O'qishga kirib ketgan lekin. 5 yil davomida bitta talaba bor, Madina islom universitetiga kirgan. Ishimizni endi boshlaganimizda hujjat topshirgan. O'sha yili qabul bo'lgan. Undan oldingi yil ham hujjat topshirgan ekan, qabul bo'lmagan. Biz topshirganimizdan keyin qabul bo'ldi. O'sha talabalarning ketishida ozgina qiyinchilik bo'ldi. Ya'ni universitetda chaqirish anchagina cho'zilib ketdi. Har safar yozardi bizga, aka nima bo'ldi, aka nima bo'ldi. Oxiri mana 2023-yil hujjat topshirgan. 2026-yil, yo'q, 2025-yil dekabrda ketdi o'qishga. Ya'ni 2 yil cho'zdimi? 2 yil cho'zdi. Nega Shu unaqa? talabamizda qiynalganmiz. Endi kvota masalasi, yotoqxonada joy masalasi, shu yuqorida aytganimda O'zbekistondan kelgan talabalarga ozgina siquv bo'lgan. Ko'plab talabalar o'sha kutish, ya'ni intizor olib qo'ygani uchun yangi talabalar qabul qilishda ozgina cheklagan. Ya'ni 2025-yilda o'zi faqat O'zbekiston bo'yicha bizda talaba ketdi xolos. Grant yutganda ham u yoqqa borib, demak, qolgan talabalarga ham grant yutishini cheklab qo'yishiga ta'sir qilmasdan, qo'pol qilib aytganda orqani bitta joyga qo'yib o'qish kerak ekan. Xuddi shunaqa. Chunki u sizga shuncha imkoniyat beryaptimi, o'qimasangiz bo'lmaydi. O'zi ko'plab talabalar keladi, aka o'qiyman deydi. Borgandan keyin ish masalasini so'rashni boshlaydi. O'qish qolib ketadi. Keling, shu yerda o'zi ishlashga ehtiyoj bormi, yo'qmi? Yana ham aralashtirib ketaylik. Tepada ham aytdingiz. O'zi bitta talabani grantdan tashqari 4 yil davomida taxminan necha pul xarajat kutib turibdi? Bir oyligini siz hisoblab ayting. Qolganini o'zlari hisoblab olishadi. Xo'p, talabani o'zi nimadan xarajat bo'lishi mumkin? Birinchisi shu ust-bosh masalasida. Ya'ni kiyim yoki tashqarida ovqatlanmoqchi bo'lsa, shunga yuqorida aytganimdek haftasida umra qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa 150-200 riyol atrofida pul ketadi. Mana shunaqa narsalarda pul ketadi, lekin universitet sendan shuncha pul to'lashing kerak, mana bu narsaga pul to'lab qo'y yoki svetingga pul to'la, mana bu kitobingga pul to'la degan narsalar aytmaydi. Ya'ni shaxsiy xarajatlar degan narsa bor. O'sha talaba o'zi o'sha universitet berib turgan narsalar bilan cheklansa, hech qanaqangi pulga ehtiyoji bo'lmaydi talabani. Lekin yaxshiroq yashayman desa, kiyim-kechagiga, o'zini ovqatiga, yurish-turishiga ozgina xarajat qiladi. Shunaqa. Endi bu 4 yil davomida mabodo uylanadigan bo'lsa, kvartirasini ham o'zi olishiga to'g'ri keladi. Kvartiralar shu yillik 7,000-6,000 dollar atrofida bo'ladi. 1-2 xonali kvartiralar. Qimmat ekan-da. 1 yillik. Bir xil ekan, lekin O'zbekiston bilan bir xil ekan. Ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin. Lekin asosan o'rtachasi bir xil bo'ladi. Yosh chegarasi bormi? 47 yoshdaman. Qaysi universitetga topshirsam bo'ladi? Saudiya universitetlarida, nafaqat Saudiya, boshqa davlatlarda ham, misol uchun xalqaro talabalarni qabul qiladigan talabalarda ham, ya'ni universitetlarda ham yosh chegarasi mavjud bo'ladi. Ya'ni Saudiyaniki bu 17 yoshdan, ya'ni siz 11-sinf bo'lsangiz, 17 yoshdan boshlab 25 yoshgacha hujjat topshirsangiz bo'ladi. Endi bu ularda aytgan rasmiy yosh chegarasi. Lekin ba'zi paytlarda o'sha aytdim-ku, o'zimning eski tanishimiz 26 yoshli talaba ham qabul bo'ldi deb. Ya'ni istisno bo'lib qolishi mumkin, lekin bu ko'p emas. Kamdan kam holatlarda bo'ladi. Lekin biz ham o'sha kelgan odamga aytamiz 17 yoshdan 25 yoshgacha. Agar undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, yuqori bo'lsa ham 1-2 yosh farq bo'ladigan bo'lsa, tavakkal qilib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin biz ham hech kim garantiya bermaymiz. Agar siz 18 yosh bo'lganingizda ham sizga hech kim garantiya bermasdi deb aytamiz. Lekin 47 yosh bu juda yuqori yosh. Universitetga qabul bo'lmasliklari aniq. O'shaning hisobiga biz boshqa Ummul Qura universitetida Iqro Arabiya dasturi bor. Ya'ni arab tilini o'qitadi ular. Ya'ni bunda hech qanaqangi diniy ta'lim yo'q, faqatgina arab tili. Arab tilini bilmaganlarga o'qitadi, nol bo'lsangiz ham o'qitadi, yoki davom ettiruvchi bo'lsangiz ham ular o'qitadi. Bu oylik kurs bo'ladi. Mana shunda o'qisangiz bo'ladi. Bunda hech qanaqangi yosh chegarasi yo'q. Ya'ni pul to'laysiz, ularda hammasi, yotog'ingiz, yeb ichishingiz, o'qishingiz hammasi bilan ta'minlaydi. Faqatgina bunda vizangiz bilan aviachiptingizni o'zingiz olasiz. Chunki bu dasturga kiritilmagan shaxsiy xarajatingiz hisoblanadi. Dastur sizga, ya'ni to'lagan pulingiz nimaga ketadi desa, aeroportdan kutib olish, yotoqxonaga joylashtirish, 2 mahal ovqatingiz va har kuni haftada 5 marta 4 soatdan darslar bo'ladi. Bundan tashqari dam olish kunlarida o'sha Makka shahrini tarixiy joylariga safarlar yoki Toifga, Jiddaga, Madinaga sayohatlar ham bo'ladi. Mana shu xarajatlarni o'z ichiga oladi. Shunda 25 yoshdan oshganlar faqat pulli dasturda o'qishi mumkinmi? Ularga qanaqadir grant dasturlari yo'q, to'g'rimi? Yosh kattalarga grant dasturlari yo'q hozircha. Kelajakda bo'lib qolishi mumkin, lekin hozircha yo'q.
Ayol qizlarning eng ko'p beradigan savoli, mahramsiz o'qishga borib o'qisam bo'ladimi? Endi bu ikkita tomonlama javob beriladigan tomoni bor. Diniy tomoni buni o'zi juda yaxshi bilasiz. Men buni ayta olmayman. Dunyoviy tomoni, ya'ni hujjat sifatidan universitetlarda birortasi qiz bola talabalardan mahram talab qilmaydi. 2022-yilda shunaqa o'zgarish bo'lgan. Ungacha talab qilardi mahramda. Va bungacha hozirgacha hech qanaqangi talab yo'q mahramga. Tushunarli. O'zi juda ko'p shunaqangi savollar berishadi. Menimcha, Yevropa davlatlaridagi o'qishda tizim qanaqa bo'lsa, Saudiyada ham shunaqami? O'qish tizimimi? Ha. Yo'q. Yevropada aralashib o'qish mumkin. Saudiyada unaqa emas. Hammasi alohida bo'ladi. Yigitlar alohida, hatto binosi ham alohida. Yigitlar umuman qizlarni ko'rmaydi, qizlar hech qachon yigitlarni ko'rmaydi. Universitetlarda hammasi binolar alohida. Shunisida farqi bor. Saudiya Arabistonidagi qaysi universitetlarga sefr sertifikati o'tadi? O'zbekistondagi sefr sertifikati bo'lsa, u O'zbekistondan boshqa joyga o'tmaydi. Agar o'qishga topshirib turgan bo'lsa, bu arab tilini biladi degan narsa oddiy sertifikat sifatida o'tishi mumkin, lekin hech qanaqangi ularga o'tadigan rasmiy hujjat emas bu. Ya'ni arab tilini bilishini bildiradigan qanaqadir hujjat. Xalqaro sertifikatlarchi? Xalqaro sertifikatlar Saudiyaning o'zida tan olinadigan o'zi faqat bitta Hamza testi deyiladi. Uni siz onlayn topshirib olsangiz ham bo'ladi. Lekin u anchagina qiyin. Buni o'zim ham topshirganman. U seferdan ham, attanaldan ham 2-3 barobar qiyin bo'ladi. O'sha Hamza testini topshirib, masalan B2, C1 olsam, o'qishga kirishimga qanchalik ta'sir qiladi? Anchagina ta'sir qiladi. Mana shu Hamza testini ko'pchilik topshirib, ya'ni arab tilini bilganlar topshirib turib universitetga topshirsa, qabul bo'lishi anchagina oshadi. Lekin bu oson narsa emas. Nima desa bo'ladi? Siz misol darajangiz B2 bo'ladigan bo'lsa, zo'rg'a B1 olishingiz mumkin Hamza testida. IELTSdan 7,5 balim bor. Saudiya Arabistoni universitetlarida o'qishimga bu qanchalik foydali, qanchalik yordam bera oladi? Siz tanlab turgan yo'nalishga bog'liq bu narsa. 7,5 bilan qaysi universitetga kirsam bo'ladi siz? Agar sizda SAT ham bo'ladigan bo'lsa, King Abdulloh, King Fahd universitetlari bor. Bu asosan neft-gaz universitetlariga ixtisoslashgan. Mana shu universitetlar ingliz tili sertifikatini yoki SATni talab qiladi. Ana shu universitetlarga topshirsangiz, sizni qabul bo'lish foizi ham yaxshigina bo'ladi. Bundan boshqa universitetga topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizdan hech qanaqangi sertifikat talab qilmaydi ular. Agar diniy yo'nalish bo'lsa ham, dunyoviy yo'nalish bo'lsa ham, buni farqi yo'q. Lekin men yuqorida aytgan ikkita universitetdan u talab qiladi. Hujjat topshirishda qo'shimcha qanaqadir talablar bormi yoki faqat asosiy hujjatlarning o'zi yetarlimi? Saudiya universitetlariga hujjat topshirib turganda asosiy hujjatlarning o'zi yetarli bo'ladi. Ixtiyoriy hujjatlar bilan qabul bo'lganlarning soni bilan majburiy hujjatlarga kirganlarning soni anchagina farq bo'ladi. Ya'ni majburiy hujjatlarni o'zini bilan topshirganlar anchagina yuqori, 90% desak, ixtiyoriy hujjati borlar bu 10% tashkil qiladi xolos. Ya'ni agar buni teskarisi bo'lganda biz hammaga ixtiyoriy hujjatlarni yig'inglar deb aytgan bo'lardik. Lekin ixtiyoriy hujjat bo'lgani ham bir tomondan plyus bo'lishi mumkin. Masalan, masjiddan tavsiyanoma, diniy ta'lim joylaridan tavsiyanoma, universitetdan, maktabdan, ustozdan tavsiyanoma olsa, shunda ziyon yo'q. Olib qo'ysa bo'ladi. Lekin plyus ham bo'ladi, bu sizga kafolatli degan narsani aytmaymiz. Plyus bo'lishi mumkin, lekin garantiya berilmaydi. Shunda olmasmi? Shunchaki yugurgani qoladimi u tavsiyanomalarni olish uchun? Endi kelajak uchun kerak bo'lgan bo'lsa, yuguradi, ozgina bo'lsa ham. Bunga hech qancha vaqt ketmaydi. O'zi tayyorlab turib ham ustozga borib turib qo'l qo'yib bering desa ham bo'ladi. Bunda hech qanaqangi ustozga og'irlik keladigan tomoni yo'q. Aniq sanab bering, o'zi o'qishga topshirish uchun qaysi hujjatlar kerak? Hop, birinchi o'rinda attestat yoki shahodatnomangiz kerak bo'ladi. Bu asosiy kerak bo'ladigan hujjatlar. Undan tashqari 086 forma, ya'ni tibbiy ma'lumotnoma deyiladi. Uni o'zingiz oilaviy poliklinikangizdan yoki ko'p tarmoqlidan olsangiz bo'ladi. Va bundan keyin sudlamaganlik haqida hujjatnoma. Sudlamaganlikda ham yagona darchadan olsangiz bo'ladi yoki telefondan onlayn olsangiz ham bo'ladi. Bundan keyin 4x6 hajmdagi rasmingiz kerak bo'ladi. Keyin Zagram pasport, agar Zagram pasport olmagan bo'lsangiz, oddiy pasport bilan topshirsangiz bo'ladi. Chunki o'sha qabul bo'lganingizdan keyin pasportlarni almashtirib qo'ysa bo'ladi. Pasportingiz yangilangan bo'lsa, mana shu 5 ta hujjat asosiy hujjatlar hisoblanadi. Bundan tashqari ixtiyoriy hujjatlar bor. Ixtiyoriy hujjatlarga tavsiyanoma yoki qanaqadir til sertifikatlari bo'lishi mumkin. Keling, o'zimizning davlatdagi tizim bilan Saudiyadagi tizimni ozgina solishtirib ketaylik. Saudiya Arabistonida o'qish tizimi o'zi qanaqa? Fanlar, dars jadvali, yuklamalar, qo'shimchalar, umumiy.
arab tilini ham, ingliz tilini ham umuman bilmayman. O'zi darslar qaysi tilda olib boriladi? Men borib turib ularni tushunmasam, qanaqa qilib o'qib ketaman? Tarjima masalasi qanaqa bo'ladi? Saudiyada 10 ga yaqin universitetlar bor. Ya'ni til bilmasangiz ham qabul qiladigan. O'sha universitetlarga qabul bo'lganingizdan keyin dastlab 2 yil sizga arab tilini o'qitishadi. Ya'ni unda arab tilini bilishingiz shart emas. Hech kim arab tilini bilmaydi. Atrofingizdagi boshqa davlatlar, misol uchun Afrikani qanaqadir davlatlaridan, Yevropani yoki Amerika, Kanadadan shunaqa talabalar keladi. Ular hatto harfni ham bilmaydi. Ustozlar ularga harfdan boshlab ozgina so'zlarni harakatlar bilan, misol uchun eshikdan kirib chiqish yoki oynalarni ochish, buni amaliy jihatdan ko'rsatadi. O'shana qilib sekin-sekin tillari chiqadi. Hamda ularning kitoblari rasmli bo'ladi. Rasmda hamma narsa ko'rsatilgan bo'ladi so'zlar bilan. Buni o'zi Baynedak yoki shunga o'xshash kitoblarni o'qigan odamlar juda yaxshi biladi. Ya'ni arab tilini bilmasa ham kitobni o'zi qanaqa qilib, ya'ni arab tilini qanday o'rgansa bo'ladi. Shunday qilib o'rganishadi. Umuman o'zbek tilidan boshqa til bilmayman. Saudiya universitetlaridan qaysi birlariga topshirsam bo'ladi? Agar siz umuman arab tilini bilmaydigan bo'lsangiz, Saudiyani Madina shahrida joylashgan Madina Islom universitetida yoki Toyiba universitetida, Makka shahrida joylashgan Mulqura universitetida yoki Jidda shahridagi King Abdulaziz universitetida yoki poytaxtdagi Riyod shahridagi Imom Muhammad universitetida va Shahzoda Sattam universitetida, u ham Riyodga yaqin shaharda joylashgan. Bundan tashqari Hale universitetida arab tili kurslari mavjud. Ya'ni siz birinchi borganingizda ular sizdan hech qanday narsani talab qilishmaydi. O'zlarini 2 yil arab tili kurslariga, ya'ni ma'hadga joylashtirishadi. Shundan keyin 2 yilda arab tilini o'rganib, undan keyin bakalavr darajasiga o'tsangiz bo'ladi. Juda ham ko'p ayol qizlar beradigan savol. Saudiyada o'qish ayol qizlar uchun qanchalik xavfsiz? Bu faqat reklamami yoki realmi? Qanaqa o'zi? Saudiya o'zi xavfsizlik jihatidan dunyoda eng yetakchi o'rinlarda turadi. Bo'lib ham ayollarga shu paytda o'qigan bo'lsam yoki safarlar davomida ayollarga hech qanaqangi misol uchun qiyinchilik jihatdan bo'lishi mumkin agar ular atrofida erkaklar bo'lmasa, ya'ni o'zlarining qarindosh erkaklar bo'lmasa, lekin xavfsizlik jihatidan 100% xavfsiz. Bu haqida ko'proq ma'lumot olish uchun Telegram kanalimizda ya'ni qiz talabalar bilan suhbat qilganmiz. Ularni eshitib chiqsa, men uchun to'liqroq ma'lumot olishadi. Men даже ko'rdim. Raybanmidi yo Dubaydamidi yo Saudiyadamidi? Raybanni ishlatishmadi. Siz aytdingizmi? Kim aytdi? Hozir yangi chiqib turgan ochkilar aytyapsizmi? Ya'ni kamerasi bor. Saudiyadami? Arab davlatlarida umuman mumkin emas. Dubayda ham mumkin emas. Birlashgan Arab Amirliklari, Qatarda yoki Saudiyada ham mumkin emas. Uni ko'rishdimi, yo deport qilishadi yoki kattagina jarima solishadi. Uni hatto aeroportdan ham o'tkazishmaydi. Rayban bilan borib yurmas kerak ekan Saudiyaga. Shunaqa, agar jarima to'lashni xohlamasangiz. Bu ayollarni xavfsizligi uchun bo'lsa kerak bu. Faqat ayollarda, boshqa odamlarda ham shaxsiy chegarasini buzish hisoblanadi bu. Kameraga olib turganini bilmaydi-ku, to'g'rimi? 30 ga yaqin universitet bor. Hamma universitetda qizlar bilan o'g'il bolalar alohida o'qiydimi yoki aralash o'qiydiganlari ham bormi? Birorta universitetda aralash o'qiydigan fakultetlari ham yo'q, yo'nalishi ham yo'q. Ya'ni hammasida alohida bo'ladi. Saudiya universitetlarida, barchasida. Til dasturlarida-chi? Til dasturlarida, misol Malik Salman akademiyasida aralash o'qitiladi. Ya'ni bu yerda faqat musulmonlar emas, butun dunyodan boshqa din vakillari ham keladi. Shuni hisobiga aralash o'qitiladi. Lekin bu ham odob doirasi asosida bo'ladi. Hech qanaqangi odobdan tashqariga chiqib ketgan holatlar bo'lmaydi. Hammasi odobli, madaniyatli bo'lib darslar o'tiladi. Ma'muriyat o'zi nazorat qilib turadi. Albatta. Iqro arabiyadachi? Iqro arabiyada agar o'quvchilar, ya'ni qiz talabalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, alohida darsxonalarda ayol o'qituvchilar qo'yiladi. Lekin kam bo'ladigan bo'lsa, 3 ta 4 ta bo'ladigan bo'lsa, albatta u darsda oxirgi qismida, ya'ni darsxonaning oxirgi qismida o'tkaziladi. Ularga alohida shug'ullaniladi. Lekin bitta sinfda bo'ladi hammasi. Tushunarli. Qarang, arab tilini arab ustozdan o'rganish qiyin emasmi? O'zi g'alati emasmi? Bir-birini tushunmaydi-yu. Asosiy narsa ham shu yerda, bir-birini tushunmaydi. O'zbek, agar ikkalasi ham o'zbek bo'ladigan bo'lsa, o'zbekcha gaplashib qo'yadi darsda. Arab bo'ladigan bo'lsa, arabcha gapirishga harakat qiladi. Uni tushunishga, yaxshilab diqqat qilib tinglashga harakat qilib o'tiradi. Ya'ni ozgina gapirib turgan so'zlariga ham juda ham diqqatli o'tiradi. Shuni hisobiga arab tilini o'rganishi ham oson bo'ladi, ham tez bo'ladi. Buni arab tilini arablardan o'rganganlar juda yaxshi biladi. Bu demak dunyo tajribasidan o'tgan. Masalan, Xitoy tilini Xitoy o'rgatadi, ingliz tilini ingliz o'rgatadi,
Arablarda ham shunaqa, to'g'rimi? Bu o'zi faqat arablarda emas, inglizlarda ham bor, Amerikada ham bor. Hech qanaqa tilni bilmaydiganlar shunaqa o'quv markazlariga boradi, ingliz tilini o'qitadi. Ingliz tilini ingliz tilida o'qitadi. Faqatgina arab tilida emas bu narsa. Ya'ni ko'plar bu dasturlarga kimlar boradi? O'sha green card yutib borganlar yoki Angliyaga o'sha ko'chib borganlar, immigrant qilib borganlar, o'sha yerda ingliz tilini shunaqa dasturda o'rganishadi. Ya'ni ingliz tilini ingliz tilida o'qitishadi va inglizlar o'qitadi. O'zlarining tilida emas. Ular ham xuddi shunaqa rasmli qilib o'rganadi, harakatlar bilan o'rganadi. Arab tilini ko'pchilik nima desam bo'ladi? Juda bir qiyin til deb bilishadi. O'shangami shunga o'xshagan savollar ko'p. Arab tili o'zi qiyin emas. Uni mantig'ini ozgina tushunib olsangiz, juda oson til bo'ladi. Bo'lib ham o'zbeklarga oson u. Chunki bizni o'zbek tilimizga kirib kelgan so'zlarning katta qismi arab tillaridan kirib kelgan. Kitob yoki daftar, shunga o'xshash qalam, shunga o'xshash so'zlarning ko'pi arab tilidan kirib kelgan. Qarang, juda ham ko'p o'g'il bolalardan shu savol keladi, yigitlardan. Universitetni bitirganimdan keyin u yerda qolib, ishlab, yashab ketsam bo'ladimi? Ruxsat bormi bunga? Universitetga o'zi dastlab qabul bo'lganingizda o'zlarining shartnomasi bo'ladi. O'sha shartnomalar orasida universitetni bitirganingizdan keyin o'zingiz davlatingizga ketish majburiyati yuklangan bo'ladi. Siz o'shanga rozi bo'lgan bo'lasiz. Ya'ni universitetni bitirdingiz, diplomingizni oldingiz, sizni talaba vizangiz tugadi, o'zingiz davlatingizga qaytib ketdingiz. Endi shu orada Saudiyada qanaqadir davlat ishxonalaridami yoki boshqa joydami, xususiy joydami siz ish topgan bo'lsangiz, ular sizga O'zbekistonga borganingizdan keyin o'zlarining ishchi vizasini jo'natadi. Shundan keyin qaytib kelib ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni siz universitetni bitirib ketdingiz, ya'ni o'zim davlatimga bormasdan turib qolib ishlasam bo'ladimi desangiz, yo'q, unaqa qilsa bo'lmaydi. O'zingiz yurtingizga qaytib, albatta ishchi viza bilan kelishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bir tomonlama shartnoma tugadi birinchi, ya'ni talaba vizasi tugadi, undan keyin ishchi vizasi boshlanishi uchun siz o'zingiz davlatingizga kelishingiz kerak. Demak, deyarli hamma xalqaro standartlar deydimi, qanaqadir masalan hammasi oldindan o'ylab ko'rib chiqilgan. Ya'ni hech narsa qolib ketmagan. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, Saudiyani, umuman arab davlatlarini qanaqadir boshqacharoq ko'rishadi-da. Men ko'ryapman, Yevropada standart qanaqa bo'lsa, bu yerda ham shunaqa. Masalan, Xitoy, Koreya, boshqa davlatlarda qanaqa bo'lsa, o'qishmi, ta'limmi, ishmi, u viza masalasi deyarli hammasi bir xil. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa. Endi Mars deb ko'radimi, Oy deb ko'radimi odamlar bilmayman. $100,000 yaqin grant berar ekan, lekin O'zbekistonda o'sha grantni $100,000 yaqin grant berar ekan, Saudiya universitetlari, o'sha arab davlatlari universitetlari, endi o'rtacha bitta talabaga hisoblab chiqsa, u universitetni bitirib kelgandan keyin diplomi O'zbekistonga qanchalik o'tadi? O'zbekistonda ta'lim vazirligi tomonidan top 1000 talikka kiruvchi universitetlar ro'yxati shakllantirilgan. Ana shu ro'yxat ichida Saudiya Arabistoni deyarli 15 ga yaqin universitetlar kiritilgan. Endi top 1000 talikda bor ular hammasi. O'sha Madina Islom universitetimi yoki King Abdulazizmi, boshqa universitetlar bo'ladimi? Hatto Shahzoda Sattam universiteti ham top 300 talikda turadi. O'sha universitetlarning diplomi ham O'zbekistonga so'zsiz o'tadi. Agar top 1000 talikdan balandda turadigan universitetlar bo'lsa, pastroqda. Pastroqda. Top 1000 talikdan pastda turadigan universitet. Yo'q, top 1000 talikdan tepada. Ya'ni 1500, 1600 da turadigan universitetlar ham bo'ladi dunyoda. O'sha universitetlar diplom bo'ladigan bo'lsa, uni notariusdan tasdiqlatib, ta'lim vazirligida ko'rsatib o'tkazish kerak bo'ladi. Qarang, 4 yil, 5 yildan buyon ishlab kelyapsiz. O'zi bitirgan talabalar odatda hozirda qayerda ishlashyapti, o'z daromadlari qanaqa? Siz xabardor bo'lganlaringiz bitta ikkitasini misolda tushuntirib bera olasizmi? Endi biz orqali kirgan talabalar emas, tanish bilishlar orqali so'raganimizda shu biznes yo'nalishini, iqtisod yo'nalishini bitirganlar hozir Toshkentda yuqori lavozimlarda ishlab kelishyapti. Masalan, qaysi joylarda? Davlat ishlarimi yoki xususiy ishlarmi? Vazirliklarda ishlab kelishyapti. Yo'q, Saudiya bitirib vazirlikda ishlasa bo'ladimi? Albatta. Saudiyaga borganda talabalarni kutib olish jarayoni qanaqa bo'ladi? U yerda kim kutib oladi? Endi begona davlat, borgan odam dovdiradi. Saudiya universitetlariga qabul bo'lganingizdan keyin aeroportda o'zida o'zingizni davlatingizdan bo'lgan bitta fuqaro kutib oladi. Ya'ni shu universitetda avvaldan kelgan, uni o'qib kelgan yuqori kursdagi talabalar bo'ladi. Uni asosan arablar uni mandub deydi. Mandub degani har bitta o'zining xalqidan bitta yetakchi. Ya'ni ularga nima qiladi? Yangi kelgan talabalarni kutib oladi, yotoqxonaga joylashtiradi. Undan keyin o'sha nima yo'l-yo'roq bo'ladigan bo'lsa, hammasini tushuntiradi, o'sha talabaga yuklatilgan bo'ladi. Ya'ni bunda sizni arablar kutib olmaydi aeroportda. O'zingiz davlatingizdan bo'lgan fuqarolar kutib oladi. Bunda hech qanaqangi xavotirlanadigan yoki borgandan keyin qanaqa qilib gaplashaman degan xavotir bo'lmaydi. O'zingizni qora ko'z akizga o'xshagan odamlar bo'ladi. O'qishga yangi borganlar eng ko'p qiladigan xatolar.
yokida siz o'sha tavsiya qilmaydigan, shu ishlarni qilmanglar degan ma'noda tavsiyalaringiz yangi borganlarga? Mani tavsiyam birinchi o'rinda o'zingizni davlatingizdan bo'lgan misol o'zbek bilan hech qachon ko'p yurmang. Chunki bunaqa bo'ladigan bo'lsa, siz o'zbek tilini yoki arab tilini o'rganishingiz juda qiyin bo'lib ketadi. Chunki siz o'zbek bilan doimiy aloqada, o'zbek tilida aloqa qiladigan bo'lsangiz, arab tilini o'rganishingiz juda qiyin bo'lib ketadi. O'shani hisobiga siz hech bo'lmasa ingliz tilidami yoki rus tilidami so'zlashadigan o'zingizni birorta tanishingizni orttirib, o'sha bilan ko'proq aloqa qilsangiz, arab tilini o'zlashtirishingiz juda oson bo'ladi. Bundan tashqari ishlashni tavsiya bermayman. Ishlasangiz o'qishingiz ham vaqt qolib ketadi. Shu ikkita tavsiya. O'qish kerak, keyin o'zbeklardan sal masofani cheklash kerak. Muloqot jihatdan. Muloqot jihatidan. Bu degani uni dushman bo'lib olish kerak degan emas. Yo'q, dushman bo'lish kerak emas. Xo'p. Qaysi universitetlar eng ishonchli va imkoniyatlari ko'proq? Saudiya universitetlarining imkoniyatlari hammasi bir xil. Lekin ozgina farqlar bor, to'g'ri. Misol uchun Toyiba universitetida, Xel universitetida, Shahzoda Sattam universitetlarida hamma sharoitlar bor, lekin oshxonasi yo'q. Oshxonasi faqat yotoqxonada joylashgan, o'zingiz ovqat qilishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni produktdan o'zingiz qilasiz, ovqatni ham o'zingiz qilasiz. Boshqa universitetlarda hammasida oshxonasi bor. 3 mahal ovqatlar beriladi. Men o'ylayman, juda ko'pchilik savol beradi-yu, oshxona, ovqat, yotoqxona, lekin asosiy maqsad o'tga borib o'qish emasmi? Ta'lim tizimi haqida savol bir 10% bo'lsa, qolgan 90% savol faqat sharoit haqida-da. Ko'pchilik baribir xavotir oladida shu masalani ham. Borgandan keyin anchagina rasvot qolishi mumkin deb o'ylaydi, shuni ham oldindan so'rashadi. Yoki ta'limga uncha qiziqishmaydi. Qarang, diniy va dunyoviy yo'nalishlarning o'rtasida qanaqa farqlar bor? Qaysi biriga topshirsam, men kirishim osonroq bo'ladi? Xo'p, birinchi o'rinda siz Saudiya universitetlariga til bilmasdan topshiryapsizmi? Baribir 2 yillik mahatga borasiz. Agar o'sha arab tilini bilmasa ham qabul qiladigan universitetlar bo'lsa. Lekin boshqa universitetlar bo'lsa, siz arab tilini bilishingiz kerak. Qolgan o'sha yuqorida aytdim, arab tilini bilmaydigan universitetlar bor. Ya'ni siz arab tilini bilmasangiz ham qabul qiladi. 2 yil davomida arab tilini o'qitadi. Undan keyin siz yo'nalish tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz dunyoviyga, xohlasangiz diniy yo'nalishga ketsangiz bo'ladi. Lekin boshida hujjat topshirib turganda ko'pchilik aytadi, "Men bu yo'nalishni tanlaganim, nimaga bu yo'nalishda belgiladinglar?" deydi. Sizni qabul bo'lish foizingizni oshirish maqsadida biz bitta universitetda 3 ta fakultetiga tanlab qo'yamiz. Ya'ni bittasini diniy, bittasini dunyoviy, yana bittasini dunyoviy qilib qo'ysak bo'ladi. Chunki har bitta fakultetda kvotalari har xil bo'ladi. Lekin qabul bo'lganingizdan keyin baribir borib 2 yillik mahatga borasiz. 2 yil mahatda arab tilini o'rganib bo'lganingizdan keyin xohlasangiz o'zingiz istagan yo'nalishga topshirasiz. Ya'ni boshida siz IT ni tanlab qo'ygan bo'lasizmi yoki diniy yo'nalish tanlab qo'ygan bo'lasizmi? Keyinchalik boshqa yo'nalish tanlamoqchi bo'lsangiz, ya'ni 2 yil mahat tugatgandan keyin xohlagan yo'nalishingizga topshirsangiz bo'ladi. Faqat tibbiyotdan tashqari. 2 yillik mahat deyapsiz-ku, o'zi 2 yillik mahat nima? To'liqroq tushuntirib keta olasizmi? 2 yillik mahat bu bakalavridan oldingi bosqich hisoblanadi. Ya'ni bizda ham bor-ku. Universitetga topshirishingizdan oldin 2 yillik ta'lim bo'lgan oldin kollej 2 yil bo'ldi. Keyin bizda 9-sinfdan keyin 10-11-sinf bo'ldi. Xohlaganlar kollejda, xohlaganlar 10-11 o'qiydi. Bu ham xuddi shunaqangi 2 yillik ta'lim. Ya'ni faqat uni bitirganingizdan keyin diplom beradi. O'sha diplom bilan Saudiya universitetining bakalavrga kirsangiz bo'ladi. 2 yillik mahatsiz Saudiya universitetlariga kirib bo'lmaydi. 2 yillik mahatsiz shunaqa arab tilini bilmasangiz kira olmaysiz. Arab tilini bilsangiz, lekin to'g'ridan-to'g'ri bakalavrga kirsangiz bo'ladi. Demak, 2 yillik mahat bu arab tilini o'rganishmi faqat? Shunaqa arab tilini o'rganish va boshlang'ich bilim berish. Ya'ni faqatgina arab tilini o'qitmaydi ular 2 yil davomida. Boshqa bir 7 ta 8 tacha fanlar o'qitishadi. Endi yana bitta savol, diniy va dunyoviy yo'nalishga topshirganda 2 yillik mahat farq qiladimi? Ya'ni diniyda sal til boshqacharoq, dunyoviyda til o'rgatish sal boshqacharoq bo'ladi-yu? Yo'q, hammasi bir xil bo'ladi. Dunyoviyga topshirgan ham, diniyga topshirgan ham hammasi bitta mahatda jamlanadi. Hammasi bir xil dastur bo'yicha bitiradi. Undan keyin xohlagan fakultetiga hujjat topshirsa bo'ladi keyin. Demak, farqi yo'q. Farqi yo'q. Diniy dunyoviga topshirsa ham kirish foizida umuman farqi yo'q. Shunaqa. Shuning uchun biz ham hujjat topshirib turganda talabani qabul bo'lish foizini oshirish maqsadida o'ziga aytmaymiz, lekin bu narsani biz o'zimiz unga nima desa bo'ladi, yaxshilik qilish maqsadida, qabul bo'lish foizini oshirish maqsadida boshqa yo'nalishlarga ham topshirib qo'yamiz. U talabaga xabar beriladimi? Shunaqa qildik, mana shu universitetlarga, shu yo'nalishlarga topshirildi. Unga aytiladi, shunaqa yo'nalishga topshirildi, shu universitetga topshirildi deb aytamiz, lekin orasida ba'zi birlar bo'lib qoladi, nimaga bunga topshirildi, men buni o'qimayman deb qoladi.
lekin bu aslida u uchun yaxshilik bo'ladi xolos. Saudiyada o'qish shunchalik osonmi? Hamma narsani bepul deb ko'rsatyapmiz. Ta'lim sharoitlari, yeb ichish, boshqa yotoq sharoitlari zo'r deb ko'rsatyapmiz. Shunchalik osonmi yoki qiyin taraflari ham bormi? Saudiyada o'qish birinchidan qiyin. O'sha yuqorida aytdim-ku, 2 yil mahat. 2 yil mahatni 90% talabalar bitira olmaydi. Demak, ta'lim qiyin. Ta'lim O'qish qiyin. O'qish qiyin. Qolgan narsalar oson. Vazifalarni bajarish yoki to'liq dars qilish, ko'pchilik dangasalik bo'lib qoladi, o'qigisi kelmay qoladi. O'shanaqalarda anchagina talabalar yiqiladi. Yashash oson, o'qish qiyin. Shunaqa. Bizda ko'pchilik abituriyent bo'lib tayyorlanadi-yu, imtihonlar bor. Imtihondan o'tgandan keyin bo'ldi deydi, u yog'iga o'qishni tashlab yuboradi. Demak, u yerda unaqa bo'lmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Umuman til bilmasdan faqat o'zbek tilini bilib ketganlarning real natijalari qanaqa? Ular o'qib ketadimi yoki ko'p qaytib keladimi? Men o'zim bilgan talabalar orasida qaytib kelganlari yo'q. Lekin ba'zi bir talabalardan, o'zbek talabalardan eshitib qolaman, shunaqangi yaqinda kelganida o'qiy olmasdan qaytib ketdi degan narsalarni eshitaman. Bu endi o'zimning tanishlarim orasida yo'q, lekin bor shunaqa talabalar. 10 tadan bitta ikkita bo'ladi. Albatta bo'ladi unaqa talabalar ham. Universitetga yoki til dasturlariga o'qishni muzlatib qo'yib topshirish mumkinmi yoki bu rasmiy jihatdan qanaqadir muammo tug'diradimi? Agar O'zbekistonda o'qib turib hujjat topshirishni nazarda tutib turgan bo'lsalar, bunda hech qanaqangi monelik yo'q. O'qishlarni davom ettirishlari kerak, to'xtatib qo'ysalar bo'lmaydi, chunki Saudiyaga qabul bo'lishi 100% kafolatlanmagan. Hujjatlar topshirib qo'ygandan keyin 100% qabul bo'lgandan keyin, vizasini qo'liga olgandan keyin o'zini o'qishni muzlatib keyin ketsa bo'ladi. Muzlatishda muammo bo'lmaydi. Yo'q, muzlatishda hech qanaqa muammo yo'q. Sizda muammo bo'lmaganmi? Shaxsan men o'zim ham o'qishda 4-kursligimda Malik Salman akademiyasiga qabul bo'lganman. O'sha paytda vizamni qo'limga olganimdan keyin o'qishimni muzlatganman. Undan keyin borib qaytib keldim. Mana hozirda o'qishimni davom ettiryapman. Bunda hech qanaqangi muammo yo'q, hujjatbozlik, boshqa ishlar bo'lmaydi. Zo'r. Tabiiy baholarim hammasi 3-4 bo'lib yotibdi. Bu qabul bo'lish foizini tushirib yormaydimi? Juda ko'plab talabalardan shunaqa savol keladi. Tabiiy bahoimda yoki attestatimda baholar 3-4 bo'ladi. Qabul bo'lishimga ta'sir qilmaydi. Yo'q, asosan biz tajribadan ko'ryapmizki, baholari past bo'lsa ham, hatto JPA bali 3.7 dan past bo'ladigan bo'lsa ham qabul bo'lgan talabalarni ko'ryapmiz. Shuni hisobiga tavakkal qilib topshirib ko'rsalar bo'ladi. Ya'ni shuni deb, shuni bahona qilib topshirmasalar, lekin aslida qabul bo'lish ehtimoli bo'lsa ham topshirmaydi ko'pchilik. Lekin biz aytamiz, tavakkal qilib ko'ringlar. Hech kim bahoyingiz 5 bo'lsa ham hech kim garantiya bermaydi sizga baribir. Demak, past baho bilan topshirsa, farqi yo'q, topshiraversin. Unaqa qo'rqinchli narsa yo'q. Yo'q, hujjat topshirsalar bo'ladi. Zo'r. 8 oylik Malik Salman akademiyasidagi til kursidan keyin darhol universitetga yoki magistraturaga topshirsa bo'ladimi? 8 oylik dastur o'zi alohida dastur. Uni qabul muddati ham boshqa paytda bo'ladi, bitirishi ham boshqa muddatda bo'ladi. Shuni hisobiga Saudiya universitetlari bilan uni aralashtirmagan ma'qul. Lekin o'shani bitirib chiqqaningizdan keyin uni sertifikati bilan o'qishga topshirsangiz bo'ladi. Qabul bo'lish foizi ham qanaqadir darajada yuqori bo'lishi mumkin. Lekin baribir ular alohida dastur hisoblanadi. Ya'ni hech kim sizga Malik Salman akademiyasini bitirib chiqqaningizdan keyin keyingi ilmiy darajangizda yoki ilmiy akademik bosqichda davom ettirsangiz bo'ladi deb hech kim aytmaydi. Mana shu Malik Salman akademiyasi, masalan, Yevropada, Amerikada, Xitoy, Koreya, boshqa davlatlarda o'zini tilini yoyish uchun qanaqadir til dasturlari juda ko'p, grant dasturlari davlat tomonidan beriladigan. O'shanga o'xshagan til dasturimi yoki bu boshqacharoqmi? Bu boshqacha dastur, o'zi Malik Salman akademiyasi faqatgina arab tilini rivojlantirishga qaratilgan bir madaniyat vazirligi tomonidan tashkil qilingan bir markaz hisoblanadi. Endi faqat 8 oylik dastur emas. O'zi bir 8 oylik dastur uchun Malik Salman akademiyasi misol 9 etajli bino bo'ladigan bo'lsa, kattagina zdaniya. Shu 9 etajdan faqat 4-etajga abjad markazi ochilgan. Ya'ni talabalar faqatgina o'sha yerda o'qiydi. Qolgan etajlarida boshqa dasturlar bo'ladi. Ya'ni biznes trening yoki Saudiyaning xalqaro universitetlar bilan hamkorlikda ishlaydigan universitetlar bor. Ya'ni talaba almashuv yoki ustozlarda almashish yoki arab tilini kengroq yoki yanada o'qitish tizimini rivojlantirish maqsadida har xil o'quv treninglari bo'ladi. Misol O'zbekistonga ham sharqshunoslik universitetlari kelib turib ham ba'zi memorandum ham o'tkazishgan. Shunaqa narsalar bo'ladi. Demak, faqat til dasturi emas, kengroq dastur. Ular asosan kitob ishlab chiqaradi, dastur ishlab chiqaradi. Tushunarli. Men pul to'lab hujjat topshirsam, lekin rad javobi kelsa,
to'lovni qaytarib berasizlarmi? Ko'pchilikdan shunaqa savol keladi. O'zi to'lov nima uchun to'lanadi? Buni bittadan boshdan ko'rib chiqishimiz kerakda. Sizni hujjatingiz masalasida misol bitta mani o'zim emas yoki bitta konsultantni o'zi emas, boshqa odamlar ishlaydi. Misol konsultant sizga kerakli ma'lumotlarni beradi, unga qanchadir vaqt ketadi. Undan keyin sizni hujjatlaringizni tarjima qiladi. Tarjimon misol o'sha to'rtta hujjatingiz tarjima qilinsa, tarjimondan bitta hujjatni 5 minutda tarjima qilib qo'ymaydi. Unga soatlab vaqt ketadi. Undan keyin koordinator hujjatlaringizni taklab turib kerakli formatda tayyorlaydi. Undan keyin hujjatlaringizni universitetga topshiradi. Shuni hisobida ko'pchilik ishlaydi. O'zi aslida bu biz belgilangan summa o'zi juda kichkina summa hisoblanadi. Ya'ni bu talabaga qanaqadir yengillik bo'lish maqsadida. Va bu qabul bo'lgan va universitetga qabul bo'lganingizdan keyin shaxsan men o'zim sizga aloqaga chiqamanda mana shunaqa hujjatlaringizni takrorlaysiz. Endi universitet boshqacha hujjatlar kerak bo'ladi. Mana shularni takrorlaysiz deb turib, men o'zim sizga yo'l yo'riq beraman. Hatto vizangizni qo'lingizga olguningizgacha hech qanaqa sizdan bir tiyin so'm olinmaydi. Bu ikkalasi misol uchun boshqa odamlar qilib bersa, kamida 600-700 dollar pul oladi. Agar sizga student viza olib bermoqchi bo'ladigan bo'lsa. Bu narsani biz hujjat topshirganingiz uchun qolgan narsalarni biz tekinga qilib beramiz aslida. Oilali insonlar tarafdan juda ko'p beriladigan savol. Oilam bor, farzandlarim bor, o'qishga borsam bo'ladimi? Bular uchun qanchalik sharoit yaratilgan Saudiyada? Saudiya universitetlarida oilali talabalarga ham sharoit yaratilgan, lekin qabul bo'lganingizdan keyin siz oilali bo'ladigan bo'lsangiz, ularga sharoit yaratib bermaydi birinchi yil o'zida. Siz qabul bo'lib borasiz, 1 yil davomida o'qiysiz, a'lo baholarga o'qisangiz, sizga oila a'zolaringiz uchun sharoit qilib berish mumkin, ya'ni kvartira masalasini. Unda ham lekin o'zining shartlari bor. Siz uning uchun dastlab 8000 dollar miqdorida depozit qo'yishingiz kerak universitet hisobiga. Bu depozitni kimga desa, nima uchun qo'yiladi desa, faqatgina shu oila a'zoyingizni oy davomida sizga o'sha pulni bo'lib beradi yoki qanaqadir og'ir ahvolga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha oila a'zolaringizni va sizni o'zingiz davlatingizga qaytarib yuborish uchun o'sha puldan o'sha qo'yilgan depozit hisobidan sizga yordam ko'rsatadi. Shunda men 1 yil yaxshi o'qidim, yana 3 yilim bor. 8000 dollar depozit qo'yaman. Qolgan 3 yil davomida yaxshi o'qib borsam, universitet yoki davlat ta'lim vazirligi meni 100% qoplab turadi oilam bilan, to'g'rimi? Oilangiz bilan emas, o'zingizni qoplab turadi. Ya'ni siz o'zingiz stipendiyangiz berib turadi. Oila a'zolaringizga misol uchun hech qanaqadir pullar berilmaydi. Faqatgina iqoma qilib berilishi mumkin. Ya'ni ular oddiy viza bilan emas, ya'ni studentning oila a'zosi sifatida siz bilan doimiy qolishadi. Har 3 oyda kirdi chiqdi qilib o'tirishmaydi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa o'sha 8000 dollar 3 yilgami, oilamni yeb ichishi, boshqa narsalari hammasi yo'q, u 8000 dollar depozit asosan force major holatlarda ishlatiladigan narsa. Misol uchun oilani boqishga pulim yetmay qoldi desangiz, o'sha pulingizdan yechib beradi. Yoki qanaqadir sizga bir narsa bo'lib qoldi, Xudo ko'rsatmasin, lekin qanaqadir og'ir holatga yuz kelib qoladigan bo'lsangiz, o'sha puldan sizni oila a'zolaringizni o'zingiz davlatingizga qaytarib yuborish uchun ishlatadi. Tushundim. Bu degani baribir oilani o'zini qaramog'iga oladi, o'zi to'laydi. U pulni misol uchun ishlatishga ehtiyojam bo'lmasligi mumkin. Universitetni bitirganingizdan keyin o'sha 8000 dollaringizni o'zingizga qaytarib beradi. Tushundim. Xo'p, bitirgan talabalarni ish bilan ta'minlaydimi kimdir yokida ular o'zi topish kerakmi ish? Saudiya universitetlarining birortasi talabalarni ish bilan ta'minlashga majbur emas va buni o'zi talabalarga boshida ham Saudiya universitetlarining birortasi talabalarga ish bilan ta'minlashga majbur emas. Va talabalar boshida kelganda ham bu narsaga o'zlari imzo qo'yishgan, ya'ni o'qishni bitirgandan keyin o'zimni davlatimga qaytib ketaman degan narsani. Demak, ish bilan ta'minlanmaydi. Ish bilan ta'minlanmaydi. Bu ham juda ko'p keladigan savol. Saudiyada faqat diniy o'qishlarmi yoki tibbiyot, IT va boshqa zamonaviy kasblarga doir fakultetlar ham bormi? Saudiyada o'z universitetlarini fakultetlarning bir foizda hisoblaydigan bo'lsak, diniy yo'nalishlar bir 20-30% ni tashkil qiladi xolos. Qolgan yo'nalishlar, qolgan foizda dunyoviy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi xolos. 70-80% dunyoviy yo'nalishlar. Qarang, bu savolni ham ko'pchilik beradi. Saudiya universitetlarida faqat diniy yo'nalishmi yokida zamonaviy kasblarga yo'naltirilgan yo'nalishlar ham bormi? Tibbiyot bo'ladimi, ITmi va boshqa, biznesmi? Saudiyada o'zi faqat diniy yo'nalish emas. Diniy yo'nalishlarga foizda ko'rsatadigan bo'lsak, bir 20-25% ni tashkil qiladi xolos. Qolgan foizdagilar o'sha dunyoviy fakultetlar hisoblanadi. Ya'ni diniy yo'nalish o'zi qayerlarda o'rgatiladi desangiz, Madina Islom universitetida yoki Toyibada misol uchun 30 ga yaqin yo'nalish bor.
Diniy yo'nalishlar bo'lsa faqat ikkita xolos. Madina Islom universitetida, o'zi Madina nomi bilan Madina Islom universiteti, lekin dunyoviy yo'nalishlar ham 4 ta, diniy yo'nalishlar 5 ta. Ya'ni 50 ga 50. Xuddi shunaqa boshqa universitetlarda ham dunyoviy yo'nalishlar juda ko'p. Tushundim. Agar men diniy yo'nalish tanlab o'qishga kirsam, keyinchalik dunyoviy sohaga o'tib keta olamanmi? Albatta bunaqa qilsangiz bo'ladi. Ya'ni ko'plab tajribadan o'tgan, boshida o'sha diniy yo'nalish tanlab kirgan, lekin keyinchalik 2 yil mahatdan so'ng dunyoviy yo'nalish tanlab ketganlar ham bor. Buni aksini qilganlar ham bor. Ya'ni dunyoviy yo'nalishga kirgan dastlab, undan keyin mahatni bitirgandan keyin diniy yo'nalishga kirganlar ham bor. Demak, cheklov yo'q. Cheklov yo'q bunda. Talabaning o'zining ixtiyorida bo'ladi. Tushundim. Tohirmurod, rahmat. Deyarli hamma savollarga javob bo'ldi menimcha. Agar yana sizlarda qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, izoh qismida yozib ketsanglar bo'ladi yoki-da bizni konsultantlarni kontaktlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, ulardan ma'lumot olsanglar bo'ladi. Sizga yana bir bor rahmat. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman.